Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugun siz bilan juda ham muhim, hayotingizga bevosita ta'sir qiluvchi bir mavzuda suhbatlashamiz. Shoshilinch xabarim bor. Agar siz harakat qilmasangiz, agar o'zingiz ariza bermasangiz, sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan juda muhim moliyaviy qo'shimcha to'lovlarni, imtiyozlarni qo'ldan boy berasiz. Bu gap hech kimga, hatto barchamizga tegishli bo'lib, hamma uchun dolzarb. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Hozirgi davrda bu ma'lumotlar har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda. Videoni oxirigacha ko'rishingizni va har bir gapimni e'tibor bilan tinglashingizni maslahat beraman. Chunki men sizga shunchaki ma'lumot bermayman. Balki pulingizni qanday saqlab qolish va ko'paytirish bo'yicha aniq yo'l yo'riqlar beraman. Agar bu kanal siz uchun foydali bo'lib tuyulsa, hozirroq obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu kanalimiz rivoji uchun juda katta yordam bo'ladi va bizga bunday muhim ma'lumotlarni ko'proq odamlarga yetkazish imkonini beradi. Xo'sh, muammoning o'zagi nimada? Avvalroq bizning jamiyatimizda ko'plab ijtimoiy to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlar odatda avtomatik ravishda, ya'ni byurokratik jarayonlarning o'zi orqali tayinlanardi. Davlat idoralari o'zaro ma'lumot almashardi va agar siz ma'lum bir toifaga mansub bo'lsangiz, masalan, pensioner, nogironligi bor shaxs yoki kam ta'minlangan oila a'zosi bo'lsangiz, sizga tegishli bo'lgan to'lovlar avtomatik tarzda, hech qanday qo'shimcha harakatsiz tayinlanardi. Bu tizim o'ziga yarasha qulayliklarga ega edi, ammo ayni paytda o'zining kamchiliklariga ham ega edi. Ba'zida ma'lumotlar bazada xatolar bo'lar edi. Ba'zida yangi vujudga kelgan ehtiyojlar tezda hisobga olinmasdi. Ba'zida esa to'lovlar noto'g'ri shaxslarga yoxud aksincha haqiqiy ehtiyojmandlarga yetib bormasdi. Ya'ni tizimda yetarlicha shaffoflik va aniqlik yo'q edi. Endilikda vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumatimiz tomonidan qator islohotlar amalga oshirilmoqda. Ushbu islohotlarning asosiy maqsadi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimini yanada adolatli, aniq va shaffof qilishdir. Yangi tizimga ko'ra ko'plab qo'shimcha to'lovlar va ayrim turdagi nafaqalar avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Buning sababi har bir fuqaroning shaxsiy holati, daromadlari va ehtiyojlari doimiy ravishda o'zgarib turishi mumkin. Davlat shunchaki umumiy ma'lumotlarga tayanib emas, balki aniq va batafsil ma'lumotlarga asoslangan holda har bir fuqaroning holatini individual ravishda baholashni maqsad qilgan. Bu shuni anglatadiki, agar siz ilgari ma'lum bir imtiyozga ega bo'lgan bo'lsangiz yoki hozirda yangi bir qo'llab-quvvatlash turiga muhtoj bo'lsangiz, endilikda sizning o'zingiz faol harakat qilishingiz, ya'ni tegishli organga murojaat qilishingiz, ariza topshirishingiz shart bo'ladi. Ariza topshirilmasdan turib, hech kim sizning moliyaviy holatingizni to'liq bila olmaydi va sizga yordam bera olmaydi. Bu sizning shaxsiy mas'uliyatingizga aylandi. Shuning uchun agar siz o'zingizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan biror qo'shimcha to'lovni olishni istasangiz, murojaat qilishni aslo unutmang. Bu qoida nafaqat yangi turdagi to'lovlarga, balki ilgari avtomatik bo'lgan ayrim eski imtiyozlarning ham yangi shartlar ostida qayta ro'yxatdan o'tishini talab qilishi mumkin. Keling, endi bu vaziyatni yanada batafsil ko'rib chiqaylik. Chunki bu eng muhim qism. Siz nimalarni bilishingiz kerak, kimlar ayniqsa xavotirlanish kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkin. Avvalo shuni bilishingiz kerakki, bu o'zgarishlar ayniqsa aniq bir maqsadli guruhlarga qaratilgan qo'shimcha to'lovlar va subsidiyalarga tegishli. Ya'ni bular hammaga birdek beriladigan universal to'lovlar emas, balki muayyan mezonlarga javob beradigan shaxslar yoki oilalar uchun mo'ljallangan. Bu yerda asosiy qoida davlat endilikda har bir fuqaroning haqiqiy ehtiyojini aniq bilishni va shunga mos ravishda yordam berishni istaydi. Shuning uchun agar sizning hayotingizda qandaydir o'zgarishlar ro'y bergan bo'lsa, masalan, farzandingiz tug'ilgan bo'lsa, oilangiz daromadi kamaygan bo'lsa, sizning yoki oila a'zolaringizning salomatligida muammolar paydo bo'lgan bo'lsa, bu siz uchun signal bo'lishi kerak. Kimlar xavotirlanishi kerak? Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar. Agar sizning oilangizning umumiy daromadi belgilangan minimumdan past bo'lsa, sizga turli xil ijtimoiy nafaqalar va moddiy yordamlar berilishi mumkin. Misol uchun, bir vaqtlar uy-joy kommunal xizmatlari uchun subsidiyalar yoki bolalar nafaqalari avtomatik tarzda uzaytirilgan bo'lishi mumkin. Endi bu jarayonlar sizning faol ishtirokingizni talab qiladi. Ikkinchidan, farzandli oilalar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun to'lovlar, bolalar bog'chasi uchun kompensatsiyalar, maktab o'quvchilari uchun imtiyozlar kabi yordam turlari ham ariza asosida berilishi mumkin. Agar sizda
3 va undan ortiq farzand bo'lsa yoki farzandingiz nogironligi bo'lsa, bu to'lovlarning turlari va miqdori ko'payishi mumkin, lekin faqat siz ularni so'rasangizgina. Uchinchidan, pensionerlar va nogironligi bor shaxslar. Ularga ilgari avtomatik tarzda berilgan ba'zi qo'shimcha to'lovlar, sanatoriy kurotka yo'llanmalar yoki dori-darmon uchun kompensatsiyalar endilikda ariza asosida berilishi mumkin. Ayniqsa, yangi turdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari joriy etilganda, bularning barchasi faqat murojaat orqali amalga oshiriladi. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Odatda sizning ish haqingizdan avtomatik ravishda ushlab qo'linadigan va keyin sizga qaytariladigan soliq imtiyozlari, ayrim hollarda o'qish uchun to'lovning bir qismi yoki ipoteka kreditidan foydalanishda soliq imtiyozlari haligacha ko'p hollarda ish beruvchi orqali avtomatik tarzda amalga oshirilishi mumkin. Ammo hatto bu yerda ham yangi imtiyozlar yoki o'zgarishlar haqida so'rash uchun sizning o'zingiz faol bo'lishingiz talab etilishi mumkin. Shuningdek, asosiy pensiya va nafaqalar ular asosan avtomatik ravishda tayinlanadi. Ammo ularga qo'shimcha imtiyozlar va qo'shimcha to'lovlar aynan ariza asosida beriladi. Demak, umuman olganda asosiy to'lovlar bo'yicha xotirjam bo'lishingiz mumkin, lekin har qanday qo'shimcha yordam bo'yicha hushyor bo'lishingiz zarur. Keling, aniq misollar bilan ko'rib chiqaylik. Birinchi misol, ko'p bolali oila uchun yangi turdagi moddiy yordam. Tasavvur qiling, Toshkent shahrida yashovchi O'ripovlar oilasi bor. Oilada ota-ona va 3 nafar voyaga yetmagan farzand bor. Oilaning umumiy oylik daromadi aytaylik 4 million so'm. Bu miqdor aholi jon boshiga hisoblaganda belgilangan minimal iste'mol xarajatlardan biroz yuqori bo'lganligi sababli ilgari ular avtomatik ravishda kam ta'minlangan deb topilmasdi va faqat minimal bolalar nafaqasini olardi. Endi esa hukumat tomonidan yangi dastur joriy etildi. Ko'p bolali ehtiyojmand oilalarni qo'llab-quvvatlash dasturi. Ushbu dasturga ko'ra, agar oilada 3 va undan ortiq voyaga yetmagan farzand bo'lsa va oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan daromad belgilangan chegaradan past bo'lsa, ularga oyiga qo'shimcha 1 million so'm miqdorida moddiy yordam beriladi. O'ripovlar oilasining aholi jon boshiga daromadi 4 million so'm, 5 kishi 800 million so'm bo'lib, bu yangi dastur bo'yicha belgilangan aytaylik 900 million so'm miqdoridagi chegaradan past. Ya'ni ular ushbu dasturga to'liq mos keladi. Lekin bu yordam avtomatik tarzda tayinlanmaydi. Chunki davlat ularning oilasida nechta farzand borligi va har bir farzandning yoshi haqida asosiy ma'lumotga ega bo'lishi mumkin. Ammo ularning hozirgi moddiy ahvoli xarajatlari, ijarada turish-turmasligi yoki boshqa moliyaviy qiyinchiliklari haqida batafsil ma'lumotga ega emas. Bu ma'lumotni faqatgina oila o'zini ehtiyojmand deb hisoblab, tegishli organga, masalan, fuqarolarning o'zini o'zi boshqaravergan mahalla yoki ijtimoiy himoya agentligining tuman shahar bo'limiga murojaat qilganda bilib oladi. Agar O'ripovlar oilasi ushbu yangi dastur haqida bilib turib ariza bermasalar, ular har oyda 20 million so'm miqdoridagi muhim moliyaviy yordamni shunchaki bo'y berishadi. Bir yilda bu 20 million so'm degani. Bu juda katta mablag' bo'lib, oilaning turmush tarzini sezilarli darajada yaxshilashi mumkin. Bu pul, masalan, farzandlarning o'quv-gurollariga, kiyim-kechaqlariga yoki sog'ligini tiklashga sarflanishi mumkin. Bu yerda asosiy sabab davlat hamma oilaning moliyaviy holatini real vaqtda to'liq ko'ra olmaydi. U oilaning daromadi haqida ma'lumotga ega bo'lishi mumkin, ammo xarajatlari ayniqsa kutilmagan xarajatlar haqida ma'lumotga ega emas. Shuning uchun ariza orqali oila o'z ehtiyojlarini rasman tasdiqlaydi va kerakli hujjatlarni taqdim etadi. Ikkinchi misol, nogironligi bor shaxslarni qo'llab-quvvatlash uchun sanatoriy kurort xizmatlari uchun subsidiya. Qarshi shahrida yashovchi 75 yoshli Karimov Ulug'bekning umurtqa pog'onasida jiddiy muammolar bor va u ikkinchi guruh nogironi. Ilgari nogironligi bor shaxslar uchun sanatoriy kurort yo'llanmalari navbat asosida avtomatik tarzda berilar edi. Agar navbat kelgan bo'lsa, uni chaqirishar va yo'llanma berishardi. Endilikda yangi tizimga ko'ra nogironligi bor shaxslar o'zlari istagan sanatoriy kurortni tanlashlari va uning qiymatining ma'lum bir qismini, masalan 7000% davlat tomonidan qoplatishlari mumkin. Ya'ni davlat sanatoriy kurort xizmatlarini to'liq emas, balki qisman subsidiyalaydi, lekin bu borada tanlov erkinligini beradi. Lekin buning uchun Ulug'bek aka o'zi mustaqil ravishda sanatoriy topishi, uning hisob fakturasini olishi va keyin bu hujjatlar bilan ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limiga murojaat qilishi shart.
Agar Ulug'bek aka bu yangi imkoniyat haqida bilsa-yu, ammo uni qo'lga kiritish uchun ariza bermasa, unga hech kim sizga subsidiya kerakmi deb murojaat qilmaydi. U o'zining salomatligini yaxshilash imkoniyatini boy beradi. Misol uchun, tanlangan sanatoriyning umumiy narxi 10 million so'm bo'lsa, davlat 7 million so'mini qoplashi mumkin. Ulug'bek ariza topshirmasa, bu 7 million so'm uning cho'ntagiga kirmaydi, balki davlat byudjetida qolib ketadi. Sababi davlat har bir nogironligi bor shaxsning aynan qaysi turdagi muolajaga, qaysi hududdagi sanatoriyga ehtiyoji borligini va qaysi vaqtda borishni istashini bilmaydi. Har bir shaxsning salomatlik holati va ehtiyojlari individualdir. Shuning uchun bu yerdagi asosiy prinsip tanlov erkinligi bilan birga shaxsiy mas'uliyatni ham oshirishdir. 3-misol. Yakka yolg'iz qariyalar uchun uy-joyni ta'minlashga moddiy yordam. Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida yashovchi 58 yoshli Xoliqov buvi yolg'iz yashaydi. Uning pensiyasi har oyda 1 million 200 ming so'm. Bu pensiya miqdori uning kunlik ehtiyojlari uchun yetarli. Ammo yaqinda uyining tomidan suv o'ta boshlagan va uni ta'mirlash uchun kamida 5 million so'm kerak. Xoliqov buning bunday mablag'i yo'q. Hukumat tomonidan yangi dastur joriy qilingan bo'lib, unda yakka yolg'iz ijtimoiy himoyaga muhtoj qariyalarning uy-joylarini ta'mirlash uchun bir martalik moddiy yordam berilishi ko'zda tutilgan. Bu yordam miqdori 1 million so'mgacha bo'lishi mumkin. Lekin Xoliqov bu hech kimga murojaat qilmasa, uning uyidagi bu muammo haqida hech kim bilmaydi. Uning uyidagi tomning ahvoli, devorlarning shikastlangani davlat bazalarida aks etmaydi. Bu esa faqatgina uning murojaati asosida o'rganilib hal qilinadi. Agar Xoliqov bu ushbu yordam uchun ariza bermasa, u sovuq uyda yashashga majbur bo'ladi yoki pul topishga urinib, o'zini qiyinchiliklarga duchor qiladi. Bu pul uning hayot sifatini sezilarli darajada yaxshilaydi va sog'ligini saqlashga yordam beradi. Bunday holatlarda davlat individual ehtiyojni aniqlash uchun fuqaroning faol ishtirokiga tayanadi. Chunki davlat barcha qariyalarining uylarini doimiy tekshirib yura olmaydi. Bunday murakkab vaziyatlarda faqat murojaat, ariza va zarur hujjatlar taqdim etilgandagina yordam beriladi. Bu misollar shuni ko'rsatadiki, davlat endilikda har bir fuqaroning hayotiy vaziyatini yanada chuqurroq o'rganishga va shunga mos ravishda yanada samarali yordam berishga intilmoqda. Lekin bu jarayon sizning faol ishtirokingizsiz amalga oshmaydi. Shuning uchun har bir yangilikka, har bir e'longa diqqat bilan quloq tuting va agar sizga tegishli bo'lishi mumkin bo'lgan biror yordam turi haqida eshitsangiz, darhol murojaat qilish choralarini ko'ring. Endi esa qoidalardagi istisnolar, ehtimoliy tuzoqlar va ko'zga ko'rinmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim. Chunki ko'pincha odamlar aynan shu narsalarni e'tibordan chetda qoldiradilar va oxir-oqibat o'zlariga tegishli imtiyozlarni qo'ldan boy beradilar. Birinchi istisno ayrim toifalar uchun avtomatik tayinlash saqlanib qolishi mumkin. Ba'zi holatlarda, masalan, harbiy xizmatni o'tash chog'ida halok bo'lganlarning oilalari uchun kompensiyalar yoki ba'zi bir muhim davlat mukofotlari egalari uchun qo'shimcha to'lovlar hali ham avtomatik tarzda tayinlanishi mumkin. Chunki bu toifadagi fuqarolar haqidagi ma'lumotlar davlat bazalarida juda aniq va doimiy ravishda yangilanib turadi. Biroq bu holatlar juda ozchilikni tashkil qiladi va ko'pchilik fuqarolar uchun qo'yda yuqorida aytganimizdek, murojaat qilmasangiz olmaysiz tamoyiliga amal qiladi. Shuning uchun agar siz o'zingizni ushbu istisno guruhga kiritilgan deb hisoblasangiz ham, baribir bir marta aniqlik kiritib qo'yish ortiqchalik qilmaydi. Davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli idoraga murojaat qilib, o'z holatingizni tushuntiring va aniq ma'lumot oling. Ehtimoliy tuzoqlar va xatolar B. Noto'g'ri yoki to'liq bo'lmagan ma'lumot taqdim etish. Bu eng keng tarqalgan xatolardan biridir. Ariza topshirayotganda barcha kerakli hujjatlarni to'liq to'plash va har bir ma'lumotni to'g'ri ko'rsatish juda muhim. Agar siz o'z daromadingizni noto'g'ri ko'rsatsangiz yoki oila tarkibi haqida noto'g'ri ma'lumot bersangiz, arizangiz rad etilishi mumkin. Ba'zida odamlar o'zlarining kichik yon daromadlarini, masalan, qo'shimcha ishdan topgan pullarni yashirishga urinishadi. Ammo davlat idoralari hozirda moliyaviy ma'lumotlarni ko'plab manbalardan olish imkoniyatiga ega. Natijada yolg'on ma'lumotlaringiz aniqlansa, nafaqat arizangiz rad etiladi, balki kelgusida ham bunday yordamlarni olishda muammolar paydo bo'lishi mumkin. Hatto jinoiy javobgarlikka tortilish holatlari ham uchraydi. Shuning uchun har doim halol va ochiq bo'ling. 2 muddati o'tgan hujjatlar. Ba'zi hujjatlarning amal qilish muddati bo'ladi.
Masalan, tibbiy xulosa turli guvohnomalar yoki ma'lumotnomalar. Agar sizning arizangizga ilova qilingan hujjatning muddati o'tgan bo'lsa, arizangiz qaytarilishi yoki ko'rib chiqilishi rad etilishi mumkin. Har doim hujjatlaringizning dolzarligini tekshiring. Onlayn arizalar bilan bog'liq texnik muammolar. Hukumat ko'plab xizmatlarni raqamlashtirmoqda va onlayn ariza topshirish imkoniyatini yaratmoqda. Bu qulay, ammo ba'zida texnik xatolar. Internet bilan bog'liq muammolar yoki platformaning tushunarsiz interfeysi tufayli arizani to'liq to'ldira olmaslik holatlari uchraydi. Agar sizda texnologiya bilan ishlashda qiyinchiliklar bo'lsa, qarindoshlaringizdan yordam so'rang yoki shaxsan davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Aslo eplolmasam kerak deb o'tirib qolmang. 4. O'zgarishlarni xabar qilmaslik. Agar siz nafaqa yoki qo'shimcha to'lov olayotgan bo'lsangiz va oilangizdagi daromad, oila tarkibi yoki boshqa muhim holatlarda o'zgarishlar yuz bersa, masalan, yangi ishga kirdingiz, oila a'zosi vafot etdi. Farzandingiz voyaga yetdi. Bu haqda tegishli organga o'z vaqtida xabar berishingiz shart. Aks holda sizga noto'g'ri hisoblangan ortiqcha pullar to'lanib, keyinchalik bu pullarni qaytarishni talab qilishlari mumkin. Bu esa siz uchun kutilmagan moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Nozik jihatlar: 1. Ma'lumot manbalarining yangilanishi. Hozirda davlat idoralari o'zaro ma'lumot almashish tizimini faol rivojlantirmoqda. Bu shuni anglatadiki, sizning turli bazalardagi kadastr, soliq, bandlik, pensiya fondi va boshqalar ma'lumotlaringiz birlashishi mumkin. Shuning uchun bir joyda yashirgan ma'lumotingiz boshqa joydan oshkor bo'lishi mumkin. Shaffoflikka intiling. 2. Yangiliklarni kuzatib borishning muhimligi. Ijtimoiy siyosat doimiy ravishda o'zgarib turadi. Yangi qonunlar, qarorlar va dasturlar doimiy ravishda qabul qilinadi. Shuning uchun rasmiy manbalarni, hukumat portallari, mahalliy hokimiyat veb-saytlari, ijtimoiy himoya agentligi sayti muntazam kuzatib borishingiz yoki ishonchli yangiliklar kanallariga obuna bo'lishingiz shart. Bu kabi qo'shimcha to'lovlar haqida ma'lumotlar ko'pincha e'lon qilinadi, lekin hamma ham ularni o'qib bormaydi. Tushunmovchiliklar va appelyatsiyalar. Agar sizning arizangiz rad etilgan bo'lsa va siz bunga rozi bo'lmasangiz, rad etish sabablarini aniqlang va qayta murojaat qilish yoki shikoyat qilish huquqidan foydalaning. Ba'zida tushunmovchiliklar yoki ma'muriy xatolar bo'lishi mumkin. Bir urinishda muvaffaqiyatga erishilmagani bu imkoniyatni butunlay yopadi degani emas. Appelyatsiya jarayoni va muddatlarini bilish juda muhim. Endi esa eng muhim qismga, amaliy maslahatlar va aniq qadamlarga o'tamiz. Xo'sh, bu qo'shimcha to'lovlarni olish uchun siz nima qilishingiz kerak? 1. Qayerga murojaat qilish kerak? Birinchi navbatda o'zingiz yashaydigan mahalla fuqarolar yig'iniga MF murojaat qiling. Ko'pgina ijtimoiy yordam turlari, ayniqsa kam ta'minlangan oilalarga beriladigan nafaqalar va moddiy yordam aynan mahalla orqali rasmiylashtiriladi. Mahalla mutasaddilari sizga dastlabki maslahatlarni berishadi va qaysi hujjatlar kerakligini tushuntirishadi. Ikkinchi manzil davlat xizmatlari markazlari, DXM. Bu markazlar ko'plab davlat xizmatlarini yagona darcha tamoyili asosida amalga oshiradi. U yerda sizga nafaqat ariza topshirishda yordam berishadi, balki kerakli hujjatlarni yig'ishda, ularni to'g'ri rasmiylashtirishda ham maslahatlar berishadi. Texnik qiyinchiliklar tug'ilsa, ular onlayn ariza to'ldirishda ham ko'maklashishadi. Uchinchi manzil ijtimoiy himoya agentligining hududiy bo'limlari. Agar siz nogironligi bor shaxs bo'lsangiz, pensioner bo'lsangiz yoki o'ziga xos ijtimoiy himoya choralariga muhtoj bo'lsangiz, bu agentlikka bevosita murojaat qilish zarur. Ular sizning holatingizni batafsil o'rganib chiqib, tegishli yordam turini aniqlashda yordam berishadi. 4-manzil hukumatning rasmiy portallari va mobil ilovalar. Masalan, My.Togga.uz portali orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olish mumkin. Agar sizda internetga ulanish va elektron raqamli imzo bo'lsa, arizalarni uydan chiqmasdan ham topshirishingiz mumkin. Bu juda qulay va vaqtni tejaydi. 2. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pasport yoki ID karta. Sizning va oilangizning barcha voyaga yetgan a'zolarining pasport nusxalari. Nikoh qayd etilganligi haqidagi guvohnoma, agar mavjud bo'lsa. Farzandlarning tug'ilganlik haqidagi guvohnomalari, agar mavjud bo'lsa. Oilaning umumiy daromadlari haqida ma'lumotnoma. Bu sizning ish joyingizdan, ish haqi haqida, pensiya fondidan, pensiya haqida. Soliq inspeksiyasidan, agar siz yakka tartibdagi tadbirkor bo'lsangiz, olinishi mumkin. Odatda so'nggi 6 yoki 1-2 oy davomidagi daromadlar so'raladi.
Uy-joyga egalik huquqini tasdiqlovchi hujjat yoki ijara shartnomasi. Agar ijara asosida yashasangiz, agar nogironligi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasining xulosasi. Bank hisob varag'i rekvizitlari. Chunki to'lovlar asosan bank kartasiga o'tkaziladi. Ba'zi hollarda qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Masalan, oiladagi har qanday og'ir kasalliklar haqidagi tibbiy ma'lumotnomalar. Ta'lim muassasalaridan o'qish joyi haqida ma'lumotnomalar. Har bir vaziyat individual bo'lgani uchun murojaat qilishdan oldin qaysi hujjatlar aynan sizning holatingiz uchun kerakligini aniqlashtirib olishingiz shart. 3. Qanday qilib ariza yozish kerak? Ko'pgina idoralarda arizaning standart shablonlari mavjud. Sizga bu shablonni taqdim etishadi va to'ldirishda yordam berishadi. Agar siz myPontegov.uz portali orqali ariza topshirsangiz, barcha maydonlar avtomatik ravishda to'ldiriladi yoki sizga yordamchi ko'rsatmalar beriladi. Arizani to'ldirishda barcha ma'lumotlarni to'g'ri va aniq ko'rsating. Xatolarga yo'l qo'ymaslikka harakat qiling. Har qanday shubhali joyda mutaxassisdan so'rashdan tortinmang. Arizangizga barcha kerakli hujjatlarning nusxalarini ilova qiling. Asl nusxalarni o'zingizda saqlang, ularni hech kimga bermang. Faqatgina tekshirish uchun ko'rsatishingiz mumkin. Arizangizni ro'yxatdan o'tkazganingizdan so'ng uning raqamini va qabul qilingan sana haqidagi ma'lumotni saqlab qo'ying. Bu sizga arizangizning holatini kuzatib borish va kerak bo'lsa, murojaat qilish uchun kerak bo'ladi. Har doim berilgan hujjatlarning va arizaning nusxalarini o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini olishga yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, bugungi kunda davlat tomonidan berilayotgan qo'shimcha to'lovlar, nafaqalar va imtiyozlar tizimi tobora shaffof va aniq maqsadli bo'lib bormoqda. Bu yaxshi o'zgarish. Chunki yordam haqiqatan ham muhtojlarga yetib borishini ta'minlaydi. Ammo bu shuni anglatadiki, sizning o'zingiz faol bo'lishingiz, o'z huquqlaringiz va imkoniyatlaringizni bilishingiz hamda ulardan foydalanish uchun o'z vaqtida ariza topshirishingiz shart. Unutmang, hech kim sizning eshigingizni taqillatib, sizga pul kerakmi deb so'ramaydi. Bu sizning mas'uliyatingiz. Endilikda barcha ma'lumotlar sizda bor. Shuning uchun hoziroq harakatni boshlang. O'zingizga tegishli bo'lgan qo'shimcha to'lovlarni qo'ldan boy bermang. Umid qilamanki, bugungi video siz uchun juda foydali bo'ldi. Agar sizda savollar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Bu biz uchun katta motivatsiya va sizga doim yangi va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga undaydi. Kelgusi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling. O'zingizga va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling.